Surxon vohasi qadim sivilizatsiyalarga beshik bo'lgan zaminlardan biri. Jarqo'rg'on minorasi. Bu obida qarshisida asrlar sukutga cho'mgan, uning har bir g'ishtida qadim tarix mujassam. Hozirgi lavhamiz ushbu yodgorlik haqida. Jarqo'rg'on minorasi asrlar davomida tabiat sinovlari va inson taqdiriga guvoh bo'lib, hanuzgacha o'tmishdan darak berib turibdi. Bu minora nafaqat me'moriy inshoot, balki o'z zamonasining e'tiqodi va tafakkurini o'zida mujassam etgan tarixiy manbadir. Minora yonida joylashgan masjid xarobalari 1879-yilda olimlar tomonidan aniqlangan. Ammo qiziq jihati shundaki, minora masjidga bevosita tutashmagan. Devor izlarining yo'qligi uning mustaqil inshoot sifatida qurilganini ko'rsatadi. Bu esa o'rta asr me'morchiligida kam uchraydigan yechim hisoblanadi. Xo'sh, minora me'moriy jihatdan qanday yaratilgan? O'sha davrda, masalan, Qoraxoniylar yoki Saljuqiylar davrida O'rta Osiyoda din ulamolari, saidlar, o'sha xo'jalarga beriladigan nihoyatda e'tibor bu bino qurilishlarida ham o'zini aks ettiradi va O'rta Osiyoda musulmon olamida o'sha mavjud bo'lgan eng qadimgi minoralardan biri aynan Jarqo'rg'on minorasi hisoblanadi. O'sha paytda tilga olinadiki, bu g'ishtlar hajmi nihoyatda katta bo'lganligi tufayli bu dev g'isht laqabini olgan. Ya'ni dev g'ishtlar fundament sifatida foydalanilgan va bu binoning hozirgi kungacha mustahkam bo'lib turishiga xizmat qiladi. Tarixiy manbalarga nazar tashlasak, Jarqo'rg'on minorasining qurilishi bilan bog'liq ko'plab muhim ma'lumotlarga duch kelamiz. Yozma manbalar, epigrafik yozuvlar hamda arxeologik tadqiqotlar ushbu inshootning aniq davrda, muayyan tarixiy siyosiy sharoitda barpo etilganini ko'rsatadi. Tadqiqotchilarning fikricha, Jarqo'rg'on minorasi o'z zamonasining ilg'or muhandislik yechimlari asosida qurilgan bo'lib, uning shakli, bezaklari va qurilish texnologiyasi o'sha davr shaharsozlik madaniyati va diniy hayoti haqida muhim tasavvur beradi. Shu jihatdan Jarqo'rg'on minorasi asrlar osha saqlanib qolgan tarixiy xotira, o'tmishning jonli guvohi sifatida baholanadi. O'rta Osiyoda minoralar ilk qurilishi bevosita Nashahiyning Buxoro tarixi asarida keltirib o'tilgan. Undan keyingi davrlarda esa hattoki Buxorodagi minora Kalon ham Jarqo'rg'on minorasidan 16 yildan keyin qurilganligi manbalari keltiradi. Demakki, bu o'sha davrda 12-asrning boshlarida Jarqo'rg'onning bevosita muhim strategik ahamiyatga egaligi bilan ham ajralib turadi. O'rta Osiyoda boya alohida xususiyati borligi. Bu bevosita qirrali g'ishtlar orqali qurilganligi bilan xarakterlanadi. Bu O'rta Osiyoda boshqa me'moriy yodgorliklarda yoki minora qurish texnologiyasida bevosita uchramaydi. Minoradagi epigrafik yozuvlarga qaraydigan bo'lsak, ularning o'ta mohirlik bilan ishlanganini ko'rish mumkin. Har bir harf va naqsh aniq, uyg'un va diqqat bilan joylashtirilgan. Bu esa me'mor va qo'l ustasining bebaho mahoratini namoyon etadi. Epigrafik yozuvlar faqat bezak vazifasini bajarmay, balki minorani barpo etgan shaxs Ali ibn Muhammad va uning buyurtmachisi Sulton Sanjar haqida tarixiy ma'lumot ham beradi. Jarqo'rg'on minorasida musulmon me'morchiligining o'ziga xos xususiyatlaridan bittasi bu me'moriy obidani islomiy yozuvlar asosida bezatish hisoblanadi. Bu minorada ikki xil xususiyat kasb etiladi. Birinchi, o'sha pastki qismidagi to'rtburchak shakl ichida yozilgan yozuvlarda 8 ta tashkil etadi. Ya'ni har bir burchagida birinchi o'rinda Allohga hamdlar va undan keyingi o'rinda esa o'sha davr hukmdorining davlat va din homiysi ekanligi, uning ham davlatning hukmdori amir sifatida ham dinning hukmdori, diniy homiy, ya'ni said ekanligi alohida ta'kidlab o'tiladi. Mamlakatimizda Jarqo'rg'on minorasi va shunga o'xshash o'rta asr me'morlarining noyob ijod namunalari minorlar bebaho madaniy meros obyektlari sifatida alohida maqomga ega. Ular davlat tomonidan muhofazaga olingan bo'lib, tarixiy va madaniy ahamiyatlari, me'moriy yechimlari va estetik qiymatlari bois butun xalq uchun qadrli meros sanaladi.